xurishdagi infarkt belgilarini, ya'ni yurak xurujini qanday aniqlash mumkin? Bunda asosiy belgilari tush ortidagi sanchuvchi, ezuvchi, kuydiruvchi og'riqlar, insondagi sovuq ter bosishi, hansirash va nafas yetishmovchilik belgilari. Yurak xuruji paytida uy sharoitida nima qilish kerak? Avvalo tez yordamga qo'ng'iroq qilish kerak, bemorning harakatini maksimal darajada cheklash kerak, xonada havoni ta'minotini to'g'rilash kerak, bemorga aspirin tabletkasidan 2 ta tabletka chaynatish kerak va shu vaqt davomida bemorga vrach tomonidan nitroglitserin tabletkasi yozilgan bo'lsa, nitroglitserin tabletkasini til ostiga solish kerak va bemorning holati nazoratda bo'lishi kerak. Yurak xurujiga uchramaslik uchun nimalar qilish kerak? Asosiysi eng birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Xususan, o'z vaqtida uyqu, to'g'ri va o'z vaqtidagi ovqatlanishlar, ko'p harakatlilik, yomon odatlar, ya'ni ichish chekishdan yiroq bo'lish va eng asosiysi yilda bir marotaba vrach nazoratidan, ya'ni ko'rigidan o'tib turish kerak. Agar sizda yoki yaqinlaringizda yurakda muammolar bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.